Assalomu alaykum. Hozir qanday qilib ushbu shriftlardan mana bunday o'zbek lotin yozma harflarini tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga bitta dona fayl kerak bo'ladi. Faylni Nigoh Street degan Telegram gruppaga joylaganman. Mana silkasi 9-may 26-yilda turibdi. O'zbek yoz regular TTF fayl. Tez gapirganligimiz sababi 3 daqiqada ulgurish kerak. Demak, skachать qilasiz. Windows tizimida ishlaydi. Boshqa tizimlarda qanday ishlaydi bilmayman. Открыть папка faylni bosganingizdan keyin ushbu fayl chiqadi. Faylni ustiga 2 marta tezlik bilan bosganingizda ushbu okno chiqadi. Установка tugmasini bosasiz, OK yoki Da'ni bosasiz. Shrift tizimga yuklanadi. Установка tugmasi o'chadi. X ni bosib foydalanishingiz mumkin. Foydalanish uchun biz shriftda o'zbek yoz degan shriftni tanlaymiz. Agar Times yoki Arial Calibri turgan bo'lsa, o'zbek yozini tanlaymiz. Hozir qanday qilib harflarni paydo qilishni ko'rib chiqamiz. Bu hali demo versiya hisoblanadi. Misol uchun A harfini yasash uchun A katta A ga shiftni bosamiz. Sh harfini yasash uchun S va H dan foydalanmaymiz. Buning uchun W tugmasini o'zgartirilgan. Ch harfiga C tugmasi o'zgartirilgan. Nuqtali virgul N harfi shift bilan kattasini yasaymiz. To'rtburchak skoba O harfi shift bilan kattasi, G harfi shift bilan kattasi. Jami 74 ta belgidan tashkil topgan. 29 ta katta, 29 ta kichik harf, 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlar, nuqta virgul, undu, so'roq belgilari va tutuq belgisidan tashkil topgan. Bu hali misol uchun juda ham sifatli emas, ya'ni harflar bir-biriga qo'shilmagan. Qo'shib yozsa ham bo'ladi. Misol uchun ruslarni demak propis degan shrifti bor. Mana bunaqa qo'shib yozsa bo'ladi, lekin uning uchun ozgina mablag' va mehnat sarflanadi. Bu kimlarga foyda beradi? Birinchi navbatda dizaynerlarga, Corelda, Photoshopda foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari bog'cha opalarga va boshlang'ich sinf o'qituvchilari qandaydir ko'rgazmalar yasashda nimalardadir foydalansa bo'ladi. Men internetda hali ko'rmaganman bunaqa sifatli shriftni. Hozir men sifatini ham ko'rsatib beraman. Demak, keglikda 200 ga. Mana hech qanday piksel yo'q. Birorta savolingiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.